Bolalar nima qilib bo'lsa ham pul topmasak bo'lmaydi. Hamma bizani omadsiz deb o'ylayapti. Nima ish qilamiz? Mana Ziyodda mashina bor-ku, dastavka qilamiz. Как раз menda programmasi ham bor, hozir yoqaman mana. Bo't. Bo'ldi, zakaz tushdi. Anaqa pizza olib borib berar ekanmiz. Faqat tog'ga ekanda nima qilay, admin bosib yuboraymi? Tog'daman. Pizza zakaz qildim. Hozir kelyapti. Yo'q, birinchi zakazimiz u. Olib borib beraveramiz, a? Nima bo'ldi? Tushunmadim. Voy bila. Nima? Voy, voqima qilma. O'tir undan ko'ra gazni bas. Yonmayapti. Bila. Bolalar, qornim ochdi. Yo'q, qislaring, kremalaring olib borib berishimiz kerak. Bolalar oxiri qolibdi. Bolalar, tezroq ketaylik. O'tlarda shakallar bor deb eshitganman. Jindimisan? Obedda shakal nima qiladi? Ular obed qilmaydimi? Dastavkani nima qilamiz endi? Xonimlar xonim, горячий xonim, kelib qolinglar. Rostdan o'xshayaptimikin? Shuni yopamiz, beramiz, qochamiz. Bolalar, kechirasizlar. Zakatam ishlamay qoluvdi. Bochkaga qayerdan borishlar, ko'rsatib boramizlar. Mana to'g'ri yurasizlar-da. Yuring, o'zimiz kuzatib qo'yamiz. Juda ham sho'x bola ekansizlar-ya. Hozir shunda sizlar pizzani o'rniga xonim o'tkazmoqchimisizlar? Shuni olib borib beramiz, qochamiz ochmasidan. Turinglar, bu bizani dachamiz. Voy, to'xta. Lakatsi shu ko'rsatdi. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingmi? Yaxshimisiz? Kech bo'lib ketganiga men seni xavotir olib kutib o'tiribman. Yo'lda lokatsiya ishlamay qoldi. Keyin mana bu bola meni yordam berib olib kelib qo'yishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmat. Adajon, ovqatingiz qornim ochdi. Ovqat? Как раз sen kelishingga men pizza yetib qo'yganman. Ana dastavchilar men bilan Ha? Ha? Xonim, Ismaka bozor xonim. Issiqqina. Pizzachi. Xonim zo'r aka. Voy, mana shu nima ish qilsam, mana shu chap tarafim bor-ku, uchib ketadi nimagadir. Senlar bu yoqqa kellaring-da. Uyga qarab ketamiz hali. Bolalar ko'chada qolib ketdingmi deyman. Yondi? Yondingmi? Ha? To'xta. Sen shuncha payt zavod qilmasdan gazni bosuvmiding? To'xta deyapman. To'xta. Soat qara yangi. Ya omadsizlik ham jonga tegdi. Uzr, Ziyod. Ey, xijolat bo'lma. Ustiga ko'rsatamiz. Nima deding? Ustiga ko'rsatamiz. Davay usta bo'lamiz. Davay usta bo'lamiz. Ish qayerdan olamiz? Ish qayerdan olamiz? Da jonim bolalar bilan Sibirda kofechi biznes plan tuzatuv dedi. Mardikor bozorga chiqamiz. Sendan o'zga ana ana sen to'rttaliging yahkilaring ish bor. Ana Assalomu alaykum. xullas ish bor. Nima ish bor aka? Faqat og'irroq ishda. Qilamiz. Kamroq to'layman de. Qancha? 80 ming. Kinoda ko'rganman. Hozir bu muhtojlardan qidiryapti. Bizani sinamoqchi. Uyga borsa ish qildirmaydi, ko'p pul berib yuboradi. Da, to'g'ri. Davay. Go. Davay. O'tirlaring. Xullas mana shu uy, ana kanalizatsiya ertalabgacha bitirlaring, хорошо? Ertalabgacha deyaptilar. Ishonlaring bizani yaxshilab sinayapti hozir. Agar ertalabgacha ish qilib, kamida bitta bevaydini pulni olib ketamiz. To'g'ri. Qaysi biri? O'zing keldingmi? Ha. Bolalar odam to'y ko'rsa boshdan oyoq ko'zini oldidan hayot o'tib ketar ekan, ha? Ha, shunaqa. Mana asr boshgan ekan. Asr? Ha? Sani qizing bilan 3 yil oldin seni sevishgan. Sen buni bilarding-ku. Esingdan chiqmadi. Yo'q, просто aytgim keldi. Pul berdimi? Yo'q. Bola. Bu yoqqa yurlaring-da. Nima degandim? Pul beradi ketdi. Mana mana shu shlaka blokka ukajonlarim. Ichkariga tashib yuborish kerak.
Ha? Давайте. Nima deyaptilar? Ishonlaring, normalniysini otyaptilar boru. Yaxshigina sum olib chiqib ketamiz. Go, qiraylik. Ha, to'g'rilab. Aka biz bo'ldik. Bo'ldilaringmi? Ha. Voy, qanday yaxshi. Nima deganim? Ha, qatga qo'yuvdim ha buni. Ha! Ana! Men bu sizlarning ish haqlaring. Salomat bo'laring. Voy. Sizlar bilan nech pulga kelishdik? 80 ming. 20 ming sdachи bermadinglar-ku. Ha, beringlar. Katta pul beradi deysan. 20 ming so'm zdachini ham so'rab oldi-yu. Qo'yaverlaring. Zato 100 minglik bo'lib oldik-ku. Ha. U narsamiz ber pul. Yo'q, menda emas pul. Pul ber. Manda emas. Asldami? Qancha tashlash kerak edi, jonim? Pul qani? Allo? Rahmat jonim, tushdi. Usta shiriga ham o'xshamadi. O'zi to'g'ri ichgan ekan. Chunchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb. Qassobchilik qilib ko'ramizmi? Ko'p gapirmalaring, taksilarga o'xshab. O, taksi qilamizmi? Voy. Bizda 4 kishimiz, mashina bitta. Farqi yo'q, bittalikni to'g'ramiz. Misol uchun men magnitofon bo'laman. Sen qo'shiq aytishni bilmaysan-ku? Nima deyapsan? Men Zo'r TVda chiqqanman. Qaysi ko'rsatuv? 25 soatda. 25-soatga qo'shiq aytishning nima aloqasi bor? Karaokeda qizlar bilan o'tirganimda bosib ketishdi. Masalan, Toshkentni yaxshi bilasan, to'g'rimi? Ha? Ortdan 90-chi? Ortdan 90. Vot, saman navigator. Men nima qilaman? Sen 100 mingni yo'qotding. Endi o'shaning uchun klientlarning qimmatga gaplashasan. To'g'ri. Go'mi? Osamiz. Go. Assalomu alaykum, Fattiga. No'zaga. Sal pastroqqa tushsangiz, metroga persatchaq bet olsangiz bo'ladi. Tupoymisan, ha? Hazillashdim, oka. Ana $1700 bo'ladi. Nimaga $1700? Yangi iPhone 17 olmoqchi edim, o'shanga. Ha, xohlasang boshqa ish bor. Qilsang o'shani 17 olib beraman senga. U qanaqa ish bor? Yopay o'ynab, ketdim. Assalomu alaykum, aka. Fattiga. Qora qamishga, aka. Faqat pulni uydan olib berib yuboraman. Mashinalik o'xshabdi. Da, to'g'ri, mashinalik bu. Qancha berasiz? 100 ming, aka. Voy, o'tiring aka, ketdi. Keldik. Hozir yukib chiqib aka, shuni olib beraman. Sama, bor podizich kuzatib bor. Yana aldab ketmasin. Hop. కోకా కొడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటవా అమ్మవా ఊ అంటవా అమ్మవా Manimcha aldab ketdi-yu. Men senga kuzatib bor dedim-ku. Menga Padizgacha dedinglar-yu, u yoqqa bormadim. Saman. Davay kino olamiz. Hammamiz talantimiz bor. Televideniyaga sotib pullaymiz. Kino olish uchun ssenariy kerak emasmi? Yo'q. Ahad Qayum ssenariysiz kino olishni isbotlagan. To'g'ri gapirlaring, Ahad Qayum amakim bo'ladilar meni. akalar qochib turinglar biz bu yerda o'ynamoqchi edik Xo'p. Kino olmoqchimisizlar? Ha. Men ham birinchi kinoyimni umuman ssenariysiz o'ynaman. O'shani to'xtatsalar ekan. Eslaring. Yaxshi. Zo'r ssenariy bor. Ash 4 ta aka-uka bo'lasan. Tasavvur qilsam o'sha kino ko'rganmisan? 4 ta aka-uka haqida. 4 to'u bitta qiz yaxshi ko'radi. Akalarini qarg'ishiga qo'ygan kelin. Xullas 25 minutdan keyin syomka. Qisqasmi deyman shuni? Qara ssenariy Bor. Qani? Bu yerda. Samandar hozir emotsiya berib yig'lashing kerak, tushundingmi? Bor. Nachilik. Stop.
Toming joydamisan, ha? Kinomiz. Nima qilganing bu? Manda ayb yo'q. Telefonimdan muzika qo'ygandim, bosilib ketib boshqa videoga o'tib ketibdi. Hali ham YouTube'dan muzika eshityapsanmi? Mana Jana Tube bor-ku. Bu ilova ekran o'chirilganda ham musiqani, videoni bemalol ijro qila oladi. Eng asosiysi tekin va reklamasiz. Google Play va App Store'da bor. O'sha yerdan topsang bo'ladi. Ko'ryapsizlar, aktyorskina mana talant. Oskar berish kerak bunga. Stop! Xullas, tayyor bo'lsanglar, prezentatsiyani boshlaymiz. Biz katta loyihaga qo'l urdik. Ko'rishinglar mumkin. Tushunmayman, qanaqasi bunaqa bo'ldi? Anam tushunmay qoldim. Qayerdan chiqdi u video? Bo'ldi hozir. Ha, marra.